Mamlakatimizda aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ayniqsa nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyatda munosib o'rin egallashi uchun zarur shart-sharoit yaratish ustuvor vazifalar qatoridan o'rin olgan. Ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimidagi kompleks yondashuv esa bu yo'nalishdagi amaliy natijalarni ko'rsatmoqda. Xususan, mahallalarda faoliyat yuritayotgan ijtimoiy xizmat xodimlari yordamida fuqarolarning muammolari hal etilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Hayot kimga qand, kimga pand bergan. Ba'zida bir lahzada ro'y beradigan tasodif inson taqdirini butunlay boshqa o'zanga burib yuborishi mumkin. Nurotalik O'raloy Xo'jamurodovaning qismatida ham shunday sinov bor ekan. U homiladorlik paytida birgina noto'g'ri muolaja tufayli to'shakka mixlandi. Sog'lom ayolning dabdurustdan harakatlana olmayotgani yetmagandek, u gapirishga ham qiynalardi. Ana shu og'ir sinov O'raloyga tiriklikning qadrini, hayotning qimmatini chuqurroq anglatdi. Yashashim kerakmas ekan deb o'ylaganim yo'q. Men 13-avgustdan boshlab qaytadan yo'qman. Ijtimoiy xodimlar tomonidan menga juda dalda, kuch, ham yordam, ham menga o'zim tiklanishim uchun ular menga ko'p yordam berdi. Nurbek Otaboyev ham nurotalik. 4 yil avval baxtsiz hodisa tufayli uning ikki oyog'i ishlamay qoldi. 4 nafar voyaga yetmagan farzandi bor ota uchun bu o'ta og'ir sinov edi. Ammo qahramonimiz taslim bo'lmadi. Birinchi vaqtlar ahvolim og'ir edi. Turib tashqariga chiqishga arobam yo'q edi. Shunday uyda yotib qiynalib, uyda odam zerikib ketadi, qiynalib nima bo'ladi. Inson markaziga mana bunday tovuqxona qurib berib, tovuq nima qildi, baraka topsinlar. Avvalgidan ahvolim o'zgargan. Darhaqiqat, qismati sinovli, taqdiri pand bergan bu insonlar mehrdan, e'tibordan kuch olib yashayotgani sir emas. Odam hamma narsaga to'yishi mumkin, faqat bir narsaga, mehrga to'ymaydi. Yurtimizda ijtimoiy himoya davlat siyosatining ustuvor tamoyiliga aylangani va inson qadri ustuvorligi ta'minlangani esa yuqoridagi qahramonlarimiz kabi hayotga chanqoqroq, insonlarning beminnat mehr va e'tiboridan kuch olib yashashga intilmoqda. Aziz Abdurasulova, Sindor Pardaboyev, Navoiydan tayyorlandi.